alaykum. Menga hijom haqida yana gapirib ber. Hijomani tushunmasdim. Haqiqatan tushun. Qo'rqdim san kelganingdan keyin. Qo'rqdim. Ha, Birinchi marta sizlarga qilinishim hijomi. ha, menga birinchi marta qilinishi. Hijoma sunnatligini bilardinglar sana? Eshitganman. Qayerdan eshitgansan? Necha marta aytish kerak? Yana eshitgim kelyapti-da. Qayerdan eshitgansan? Aytmayman endi. Ayt. Yo'q. Rasul sallallohu alayhi vasallam olganligini eshitganmiding? Eshitganman. Chiqib ket. Chiqolmayman. Nega? Hijoma qilganda joning sehr og'ridi. qilingan. Hijoma qilganda ozorlandingmi? Juda ozorlandim. Kuching qolmadi sani? Hijomadagina. Kim musulmon bo'lasan? Musulmon bo'lmayman. Nega? Yo'q, Allohdan qo'rq. bo'lmayman. Nega? Umar senga Sumaya deb ism qo'yibdi-ki, Sumaya bo'lasan deb chiqib Menga ketasan. qo'ymadi uni. Kimga qo'ydi? O'zi aytdi. Sumaya bo'la qol, chiroyli-ku, yaxshi-ku. Yo'q,